Artofor narkomanlari. Xo'sh, sizlar bilan yana Abdulaziz yana bitta yangilik qilib qo'ydim. Xo'sh, bugun Blitz taktika haqida qisqacha gaplashib o'tamiz va bitta zo'r videosini qo'yib beraman sizlarga. Hozircha 1800 talar bo'lib qoldi bu yer. Xo'sh. Top 3 ko'rgan bo'lsanglar, top 3damiz. Endi sal vaqt bo'lmagani va 11 rangga qaraganim uchun shunday bo'lib qoldi. Ulgurmadim top 2ga ham, uni blok ketdi. Xo'sh. Mana janglar slifgani yo'q. Tak. Xullas boshqa janglarni ko'rsatib o'tirmayman. Bitta shuni videocha qilib, kengroq qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'sh. Tak, keyin yana bitta jang bor edi. Mana bu. Mana shu jang ham zo'r ketdi. No, sal xatoroq taktikada o'ynaganman. No, ko'rsatsam ham bo'ladi, lekin video vaqtiga qarab nima qilamiz hozir. Xo'sh, Mar aynidan shu birinchi porajeniyasini mendan oldi. Xullas top 2dan qolib ketdi bu. Eng qizig'i bolalar biz Levik o'ynadim men. Levik o'rniga Salamander chiqardim. Krotichida. Dahshat bo'ldi o'zi ham. Menga shu taktika yo'qdi to'g'risi. Lekin katta rangda Levik ham yaxshiroq bozladi. No, hamma yerda Pvoku. O'z bu o'yladi. Bizon yaxshiroq, menda bo'lsa Bizon sal nedakashligi uchun Bizonni nima qilaman? Keyin bitta narsa shuni o'yin ovozini pasaytirib qo'yaylik, bu safar aytganinglarda. Xo'sh. Resource. Tak. Hali 3 shtabda zavod shturm va zavod fes quryapti yana bitta. 4 shtabga ketdi. Tak. Nikki yomon ekan mana buni. Nima o'qib bilsa, inglizcha ma'nosi bor buni, lekin xato yozilgan. Bu safargi apokalipsis dron va zombilar qo'shilib keldi. Shuning uchun apokalipsis nomi. Bundan oldin faqat zombi apokalipsis kelardi. Zombi apokalipsisda konfoda ko'proq shans edi. Chunki siklon qo'vlarda bo'ldi. Siklonlarni bu yerga chetga yuborardi. Siklonni bu yerga ham kripos qurib qo'yardi. Qolganini bu yerga qilib bo'ldi. Bunkerlar o'zi tekislardi. Yoki og'ni qo'yib. Bu kishi Sherafin o'ralab, biz ham Daniyaning shu yerni ataka qilamiz. Qaranglar. Вообще yomon bo'lib qolargan. Sraz chiqib ketdi ikkita ataka. Mana ham kuch sezdim mana. O'chirgandan bu yerdan o'zi aktivkasi urganda ko'rilganda menga. Keyin bu ham qochdi srazi. Bu ham chiqib ketdi o'zi. Bu ham akkaunt kuchasiga o'xshaydi, o'zi bunkerni urib sindiribdi. Nomanda ham shunaqa kuchli akkauntlar ham bunkerni sindiraveradi. Dron ham kuchli ancha. O'zi tekislanganini sezdim men, chunki dron kelmay qo'yganidan. No, nasakshlichiga bitta gren qo'yib qo'yaman. Bizdan asosiy protiv mana bu. O'zi ko'kyo sariq bo'ladi, chunki yana bitta so'pa kirgan bo'lsa. Yo, men sariq bo'lsam agar u qizil bo'lsa вообще. Xo'sh, avval bu yerga boraman. Buni ham tekislash uchun. No, avval bu yerga borsam yaxshiroq ekan, chunki buni o'zi uni urardi-da.
Lekin bitta yaxshi tomoni men bunga kelganimga Unity kam ekan. Hech narsa qarshilik qila olmadi. Va zavodi ham ketgan ekan. Ammo agar shu paytda men kelganda ancha qiynalardim. Mana bu chunki hech narsam yo'q edi. Batareyam ham tushib qolishi mumkin edi. Yana bilmayman. Bu jam unaqa Unity ham ko'p emas. Bu ham уже sezib даже resursni ham ishlatmayapti. Ham bunga 2 ga beribdi-da. O'shani qarashinglar mumkin. Уже Salamander keldi menda. Rosomaka Salamander Krot. Bunday qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi, lekin Leviathan o'rniga, ya'ni 3-garov o'rniga 2-garov ishlatasiz. Lekin masalan ham Bizon ham Levi qilib bo'lmaydi. Yoki masalan Rosomaka bilan Osa qilib bo'ladi. 2-garovlar o'rniga. Ikkinchi zavodda, ikkinchi uровень zavodda. Xo'sh, o'sha urmasak ham bo'ladi. Bu bratimizni chiqib ketdilar. Xo'sh, bu yerdan endi atakaga o'tganman bunga va bu yerdan ham ataka qilganman, mini ataka. Уже sezganman, ishtovi Solyartis borligini. Va Solyartisga aktiv to'liq jonga 5 olsa kislota. Bum. Yarimidan ko'proq oldi sal. Bizda lichena davom etaveradi. Bironiklar bu yerga o'tkazib qo'yibman. Bu ish chiqib ketdi, keyin surdim. Dronlar keldi dedi. Bitta orqaga qaytdim bu yerda. Bu Solyartis orqada qoldirib lichena qildirdi, lekin Serafimda atakani to'xtatmadi. Mana to'xta dedim. Shuni yo'ldimi? Sirali. Yana qaytdim. Sal kutib turish kerak edi baribir. Serafim minus bo'ladi. Krotning shunisi yaxshi-da, Salamander bilan jonni to'ldiraveradi. Ammo taka qilaveradi. Men shu reaktiv berishga ulgurmay qoldim. Aktiv bor edi Salamanderda yana. Keyin qaytardim. Shu menda Unity ancha ko'p va men 3 ta zavod qo'ydim. Yo'q, endi quraman. Bu yerdan ham kichik atakacha boshlab qo'ydim. Chunki raqibni miyasiga перезагрузка berish shunday edi-ku. O'sha sezib keladi bu yerga-yu, sirari qaytganman. Shuni keyin bu yerga ataka qilaman. Lekin sezgan o'sha Solyartis shu yerga kelgan, foydasi yo'q uni. Solyartis ketdi. Ammo shu yerga jalka aktivda. Solyartis joni qolmaganda aktiv berganman. Yo'q, bu игрокda unit qolmadi. Xo'sh, nima qilsa bo'ladi bu yerga? Xullas shunaqa. Yana bu Serafim chiqarishga otlandi. Bu ham o'sha 3-zavoddan qurilib, 2 tomondan ataka qildi. Krot ketdi. Birinchi marta jang mobaynida birinchi geroyga qo'shdim. Rosomaka ham ketsa kerak.
Ikkalasi bir vaqtda ketdi. Bu yerdan hech narsa qolmadimi? Yo'q. Ozgina joni qoldi buni. Nichov o'sha botni o'zi ham yuklaydi почти buni. Mana общий производствоda bosyapman. Keyin zo'r narsa chiqib qoladi hozir. Joker qutisidan 30 sekund tezroq nima qilishini. Qaranglar. 10 sekundda bitta bironik chiqyapti. Mazami? Yana общий производство boost bilan. Usiz bo'lsa bir 15 sekundda chiqadi. Zo'r natijada bu. Mana rasam qilib 9 sekund. Вообще shokoladda bu. Agar mana shu lek tez chiqarishgani shunaqa qilib yoki masalan bizon krot qilib shunaqa qilib ketsa bo'g'rimi? Вообще gangib qoladi protiv. Lekin protivga ham berib qo'ysa bu zo'r ketadi bu jang. O'zi pishdi bu ham. Chunki unit ham yo'q bunda. KO'yi 5 4 turibdi, o'zi 3 qoldi. 0. Va победа bizda. Xo'sh, xullas taktikam shunaqa. Savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Nimaga Mamont ile Jaguar ishlatmagan? Jaguar ishlatdim boshqa janglarda. Sal sezdim, chunki masalan dron kelib qoladi yoki masalan konvertlar ko'pi Siklon Serafimda o'ynaydi. Jaguar jalk o'lib ketadi-da. Bronik o'lsa ham, zato uni uradi. O'lgunicha uradi. Sal ko'p bo'lsa ham. Xo'sh, 14 ga kerakli sıfırlab oldik. Krot ham buni ham hali tashlaymiz. Uskoritel kamligi uchun tashlamadim. Olsa ham 13 rank. Levik 14. Xo'sh. Pexotalar 13. Tak. Bronik ham 14. Jaguar ham shunday. Diki, Mamont ham, Hameleon ham. Biyoloji 13. To'liq. Xullas bolalar, fikringizni kutib qolaman. Kommentariyada like, podpiska sizlardan endi. Men qisqacha obzor qilib berdim. Konfada bo'lsa nima deydi, ana bu mukammal taktika topa olmadim, chunki o'zim ham o'ynab ko'rmadim. Keyin nima deydi? Mukammal taktika topish uchun barravval o'zingiz o'ynab ko'rishingiz kerak. Shuning uchun menimcha endi Siklon Serafim, Typhoon, Zeus, Solaris bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Oboronnaga var sal Zeus kerak, chunki ana shunaqa bronikda borilsa. Xo'sh, fikrlarni like-da, fikrlarni kommentariyada kutib qolaman. Xato kamchiliklar uchun esa alohida uzr so'raymiz. Xo'sh, yana bitta nima, agar shu video 50 ta like yig'sa, mana shu sizlarga ayning mana shu top 1 videosini ko'rsataman sizlarga. Hozir bu yerda top 4 ga tushib qoldik. Hali top 1 ga ham ko'tarilamiz. Va Stolnoy ligada ham top 1 damiz. Mana shu video 50 ta like va aktiv yoraversanglar, mana shu kelinglar masalan 11 ni ko'rsataman. Sizlarga 10 rankligida o'ynalgan bu video. Top 1 urilgan 26-25. Ikkalasi ham yaxshi, bu ham yaxshi. Xo'sh, mayli do'stlar, sog' bo'linglar.